Sunukun erişni malaman qilgan vaqtning o'zida bu intayin yamanti. 100 ming erish lashkarimiz sarlashtirilib buning tankilanmagan. Biroq g'arb nom makil safirda nima uchun bu bir qancha alvaslarni tankilalaydi? Qolganlarni yangamay kashf erishdan yordam so'raydi. Bu nimishqa? Hem Sunukun anasını texnolojisi 500 yıl yattı. Bu vaqtda Sunukun nima uchun Chivin Pasha degandek narsalarga o'zgarib kechib ketmaydi? Yeni G'arb Sayohat nomli asarga qarasak, bu yerda Sunukun erishni ma'lum qilgan vaqtda Avliyo Peshvasining 8 kunlik otash o'chig'ida 749 kun tavlanib, hech kim bo'lmay saq chiqqan. Biroq Mo'mmakil safirda Qizilbosh tumanidagi o'tida kuyib o'lgili tas qoldi. Bu nimishqa? Yana bu yerdagi rost yolg'on maymusha voqeasida o'lgini rost Sunukunmi, yolg'on Sunukunmi? Ana bu yerda G'arb Sayohat nomli asar, bu 4 klassik asarning ichida hammamiz eng yoqtirgan, eng qiziq bir nuqta 7 yoshdan 70 yoshgacha hammamiz yoqtiramiz. Burun hamda bir kino, televiziya teatrida ko'rgan bo'lsak, cho'ng'olgan kitoblarni ancha-muncha o'qib, to'g'ridagi mushundaq tahlil so'zlaydigan ma'lumotlarning aslini ko'rgandan keyin qalbimizga nurg'un savollarga javob topdik. Bo'libmi yangidan nurg'un savollarni his qildik. Shunam, voy, ma'lumotlar undan qandaqdir deb. Ondaqda yuqoridagi shundaq mazmun qiziqadigan do'stlar, hashtag Jubojanda har qaysilarning butun savoliga javob berma. Hashtag Jubojani ko'rishni buni qiziqadigan go'njo qilishni hargiz unutib qolmanglar. Birdan yaxshi yurgunlarni aymay bir qo'ysanglar. Rahmat.